Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir sizlar bilan vasli hamzani ikkita so'zni orasida kelganda qanaqa talaffuz qilinishini o'rganamiz. Quyida bizaga ikkita so'z keltirilgan. Birinchisi zillun, ikkinchisi esa imtadda. Shu ikkita so'zni bir-biriga ulab o'qish qanday bo'ladi? Sizga ma'lumki, imtadda so'zi qat'iy hamza bilan emas, balki vasli hamza ila yoziladi. Zillun so'zi oxiri tanvinga tugagan so'zlardan hisoblanadi. Ana shu tanvinga kasra harakatini berish orqali imtadda so'ziga vasl qilamiz. O'qilishi esa zillun imtadda. Qolgan ikkita holatda ham xuddi shu tarzda o'qilinadi. Zillan imtadda va zillin imtadda. Boshqa misolda ko'radigan bo'lsak, haqlun imtadda. Haqlun imtadda. Aksariyat o'quvchilarimiz xato qiladigan joy haqlumtadda deb o'qilishidir. Haqlun imtadda, haqlan imtadda, haqlin imtadda. Va oxirgi gapimizni o'zingiz mustaqil o'qib ko'rishingiz uchun sizga havola etamiz. Agar siz daw'unin tashara tarzda o'qigan bo'lsangiz, demak to'g'ri o'qigan bo'lasiz. Agar siz daw'un tashara tarzda o'qigan bo'lsangiz, bu xato o'qilgan hisoblanadi. Ushbu videoni qaytadan ko'rishingizni so'rab qolamiz. Arab tilida bundan ham daqiq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizni YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz.